Assalomu alaykum quyoshli o'lkamning farishtali insonlari. Men Allohdan tilayman sizlarga sog'lik bersin, kuch-quvvat bersin. Endi farzand va nabiralarning kamolini ko'rib, uzoq yillar yashash hammalaringizga nasib etsin. Vatanimiz tinch bo'lsin, hamma vaqtda nuroniylarning yuzidan kulki ayrılmasın, to'y tomosha bo'lsin. Olkunlar yerimde alıp kaytunlar. Bu meseleler hammasi tinchlikning orqasida. Mana bu tinchligimizni saqlab turgan davlatimizning orqasida deb bilaman. Yurtimizga ko'z siymas, katta rahmat. Aman aman ey, aman 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 ey, qanday baxtli zamon ey, qanday baxtli zamon ey. Assalomu alaykum quyoshli o'lkamning farishtali insonlari, qadrli otaxonlar, qadrli mehmonlar. Bugun Kanimixda katta choyxona, ya'ni kim otalar choyxonasi. Bugungi tadbirimizga xush kelibsiz. Qadrli mehmonlar, bugun yaxshi bir niyat, yaxshi bir tilaklar, bugun ochiq osmonda yaxshi bir niyatlarimizni jam bo'lgan kunida sizdek oqsoqollar, sizdek nuroniy otaxonlar bilan diydorlashmoqdamiz. Hurmatli aziz otaxonlar, hurmatli do'stlar, otalar choyxonasi tadbirini ochib berish uchun so'z Konimix tumani hokimi o'rinbosari Midg'at To'ligenovga, qolaversa Navoiy viloyati Nuroniylar jamg'armasi raisi Shabbon Nabiyevga. Assalomu alaykum, hurmatli nuroniylar, hurmatli mehmonlar. Bugungi nuroniylar choyxonamizga xush kelibsizlar. Mana muhtaram prezidentimizning shu nuroniylarga berayotgan e'tiborining isboti mana Kanimix tumanimizda tarixda birinchi marta nuroniylar choyxonasi ko'rsatilib olib borilyapti. Shu tadbirga xush kelibsizlar. Iloyim yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lib, shunaqa tadbirlar davom etsin. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari. Bugun Respublika mahalla televideniyasi, Konimix tuman hokimligi hamda Navoiy viloyat Nuroniy jamg'armasi birgalikda mana shu otalar choyxonasi ko'rsatuvini Konimix tumanida birgalikda tashkil etyapmiz. Bugun bu teleko'rsatuv orqali Konimixda bir umr yashab, Konimixda ijtimoiy iqtisodiy rivojda katta xizmatlar qilgan turli kasb egalari siz aziz insonlar, nuroniylar bir piyola choy ustida diydorlashaylik, suhbatlashaylik degan mana shu taklif qilingansizlar. Haqiqatan ham mana bilasizlar, yurtimizda islohotlar hamma sohada olib borilyapti. Ayniqsa oxirgi 10 yilda nihoyatda katta islohotlar olib borilyapti. Shu jumladan shu nuroniylarning ham hayotini, davomiyligini uzaytirish, ularni faolligini oshirish bo'yicha bir qator farmon qarorlar qabul qilingan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bilasizlar, bugungi kunda eng katta qaror farmonlardan biri bu kambag'allikdan farovonlik sari davlat dasturini amalga oshirishda faol nuroniylarni jalb qilish bo'yicha katta qarorlari bor. Shu qaror bo'yicha mana 2 yildan beri ko'chama-ko'cha, hovli-hovli yurib, hurmatli nuroniylarimiz shu mahallada birinchidan kambag'allikni qisqartirish, ikkinchidan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, uchinchidan shu mahalladagi ma'naviy muhitni barqarorlashtirishga juda katta hissa qo'shib kelyapsizlar. Shu bilan birga men sizlarni bugungi tadbir bilan tabriklayman. Albatta bu tadbirimiz chiroyli, nihoyatda chiroyli o'tishi kerak, bir umr esda qoladigan o'tishi kerak. Hammamiz birgalikda tadbirni chiroyli o'tkazamiz degan umiddaman. Tarixiy narsa bu, tarix. Mana hozir ukamiz aytdilar, birinchi marta Konimixda o'tkazilyapti deb. Bu butun respublikamiz bo'yicha 208 ta tuman shahar bo'lsa, hammasida o'tyapti. Men hammalaringizni tabriklayman. Men o'ylaymanki, nuroniylarimiz faol hamma joyda, shu jumladan Konimixda ham. Men Allohdan tilayman sizlarga sog'lik bersin, kuch-quvvat bersin. Endi farzand va nabiralarning kamolini ko'rib,
uzoq yillar yashash hammalaringizga nasib etsin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Kattakon rahmat. Albatta, yuragida eng yaxshi niyati, qolaversa qo'li har doim duoda bo'ladigan sizdek eng qadrli otalarimiz hamisha omon bo'lsin deymiz. Azizlar, keling sizni kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida bir qo'shiqqa navbatni bersak, nima deysiz? Hurmatli azizlar, hozir e'tiboringizga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustoz, san'atkor Qodir Jo'raqulov kuylaydi. Şadılğana nazım könül bu keçedir darınki nur şirin tekellim gül beden neler şeker balınki nur neler şeker balınki nur Saz eyleş asmabını aç gün terep ababını ruhsarı alem tabını açıp sever yarın kilur açıp sever yarın kilur Lale kılıp bağcıl beyan bir mekkûm Recep'den Andak
جام انداق سر وی خوش قرام آزاد رفتار کلر آزاد رفتار کلر Aziz tomoshabinlar, davom etamiz. Hozir mehnatidan qadr ko'rayotgan eng faxriy aziz insonimiz J. Murod ota Karabayevga so'z beramiz. Assalomu alaykum aziz, yüzünden nur jaup turgan, tili keskiri, pikiri tereң, құрметлі қариялар, нұранилар. Sizler жақсы білесіздер, Kenimек районы тарихына назар саладыған болсақ, 2,5 жылды ташкыл қылар екен. Айрым мәліматларға қарағанда, археологтардың тәжірибесіне қарағанда, тексеруіне қарағанда, Шардара һәмде Құмырабад елін тексерген уақытта ойырден табылған керамикаларды көргенде 5-6 мың жылдық жас бар екенін жақсы білеміз. Міне сондай Kenimек тарихына назар және салатын болсақ, Kenimek 1925 жыл 29 январ күні асаси район Қазақ һәмде Қарақалпақ автоном районы болып тәшкіл етілді. Міне сонан бері районымызда көп миллетлі халық жасап, бір жағадан бас шығарып, минет қылып, Яңгы Өзбекстанның рауажланышына өзінің қыссасын қосып келе жатыр. Сонымен бірге ағайындар, міне кеше жақында Kenimek районында Vilayet hakimi Tursunov'тың başçılığında, rayon hakimi Roziyev'тің başçılığında Kenimek'тің 100 жылдық тойы һәм халықтың қатынасуында жүдә жоғары кайфиятпенен атап өтілді. Сол жерде мынау аллеямызға һәм районлардан келген фольклор ансамбльдер, мына жақтағы паркке баратын жолда қар үйлер тігіліп, 2 этажлық асханамызда аш дәмленіп, халыққа таратылып, халықтың кайфияты һәм жоғары болып, сол тойды өткізуде, соған басшылық жасауда ұлы президентімізге өзінің миннаттаршылығын біліп, vilayet һәмде район хакимлеріне өзінің рахматларын айтты. Міне осындай нұраниларға ақырғы уақытта жаратылып жатқан шарайытларға қарасаңыз, һәм жоғары. Себебі міне қараңыздар да, әгерде де нұранилар дәм аламын десе, дамалыш курортлары бар, санаториялары бар, дамалыш мәскенлері бар. Міне соларға қалаған уақытында туристік поездкаларға бару имканияты толық жаратылған. Кеше міне жақында ораза айын тамам қылдық. Сол ораза айында президентіміздің қамқорлығында 1 триллион 50 миллиард сом пұл жаратылды. Бұл пұлға һәмме ауылдарда, мақалаларда, районларда, облыста, республика көлемінде ифтарлықтар тәшкіл етілді. Кәм тәмінленген işsiz fuqarolarga maddi yardım көрсетіліп, олардың дуалары алынды. Сіздер жақсы білесіздер, haqiqatdan өзі 3 дуа қайтпайды дейді. Бірінші әділ президент болса, екінші осындай ораза айында ифтарлық қылған уақытында берілген дуалар һәмде мазлумның дуаласы қайтпайды дейді. Міне сол үшін де біздің республика бойынша берген дуаларымыз мен ойлаймын қайтпайды деп ойлаймын. Қазіргі уақытта республикамызда жүзі һәм кәтте реформа кетіп жатырды. Оның басшысында тұрған ұлы президентіміз сол реформалардың жүзеге асыруда тынбай минет қылып келе жатқанын біз жақсы білеміз. Себебі ол кісі қай жерде, қашан бармасын, һәм уақытта бірінші нәубетте біздің ақсақалдар менен, нұралерімен ұшырасып, олардың пікірін, сөзін көріп, біліп, танысып, сосын барып басқа жаққа өтеді. Міне соның үшін біз және бір мәрте осындай президентімізге біздерді қоллап, қуатлап, осындай отырыстар қылған, Kenimek'тің тарихында бірінші мәрте осындай нұранилар шайханасын ашқаны үшін біз жүдәйім кәтте миннаттарлығымызды білдіреміз. Міне осы отырысты тәшкіл еткен, осыларды ұйымдастырған тәшкілатшыларға өз миннаттарлығымызды білдіреміз. Келіңіздер ағайындар, сау болайық, саламат болайық, ватанымыз тыныш болсын, һәм уақытта нұранилардың жүзінен күлкі арылмасын, той тамаша болсын. Aziz va muhtaram teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizda yuqori notada davom etamiz. O'zining eng sevimli taronalari bilan muxlislar qalbidan joy olayotgan ijodkor Otabek Murodovni qarshi olamiz.
otangni puliga qaddingni urib, otangni davrida davroning surib, nachar insonlarning ustidan kulib, kibru havoga hech berilma do'stim, otangni puliga kerilma do'stim, kibru havoga hech berilma do'stim, otangni puliga kerilma do'stim. Omadim kuldi deb, davrim keldi deb, bosgan qadamlarim zarga to'ldi deb, o'zliging unutib, o'zingdan ketib, kibru havoga hech berilma do'stim, otangni puliga kerilma do'stim, kibru havoga hech berilma do'stim, otangni puliga kerilma do'stim. Do'stlaring parvona, puling borida, o'tar har bir kuning zo'r koshonada. Pul ketsa qo'lingdan, yo'q vayronada, kibru havoga hech berilma do'stim, otangni puliga kerilma do'stim, kibru havoga hech berilma do'stim, otangni puliga kerilma do'stim. Keksalari e'zozlangan yurt, otalar choyxonasi ko'rsatuvi davom etadi azizlar. Hozir tabrik uchun so'z Kanibekda qolaversa Navoiyda ko'p yillik mehnat chorvadori, eng qadrli aziz inson Mustafa ota Egamqulovga so'z beramiz. Assalomu alaykum. Qadrli bugungi mana bir piyola choy ustida turli tumanimizning mutaxassislari, kelin chorvadorlari, dehqonlari kelib, mana tumanimizning shuncha yildan beri qilgan ishlarini, tashkil bo'lgan davrini, yaxshi kunlarini eslab turibmiz. Albatta, Konimiq deganda biz cho'l zonasidagi chorvachiligini minglab, yuz minglab boqayotgan qo'yini, u qo'yda boqayotgan cho'ponlar, chorvadorlarimizni albatta aytmasga bo'lmaydi. Tumanimiz chorvachilik bilan respublikada, dunyoda dang tarqatgan eng katta darajadagi tumanlarning biri. Albatta bugun mana tumanimizga bir piyola choy ustida o'tgan voqealar, yaxshi kunlarni eslab turgan bir davrda men chin yurakdan bugungi insonlarni ko'rib, ishlab yurgan birga akalarimni, ukalarimni ko'rib, chin yurakdan men quvonib turibman. Rahmat prezidentimizga, bizni hurmat qilib, qariyalarni, barcha nogironlarni, ishsiz oilalarni har biriga xabar olib, butun bizni yashab turgan maydonimizni, o'sha cho'limizni ham agar bugun borib ko'rsangiz, haqiqatdan o'zgarishga ega ekaniga ko'zingiz yetadi.
bu yerdagi maktab oldi bog'chalar, maktab, bolnitsalar, turli qurilishlarni ko'rsangiz, ko'zingiz lol qolasiz. Chunki bu davr endi keldi bizga. Yaqin yillar ichida ishlangan yo'llarda, svetlarda, mana qarang, agar qush ushib qanoti qo'yadigan cho'lga birovga xabar berish uchun ham 2 kun vaqt kerak edi. Lekin hozircha 2 daqiqa ham bizga yetadi. Chunki har bir atarimizga deyin telefon, xabarlashuv, elektr liniyasi. Mana bu atarlarimiz oldin ko'rmagan xolodilnik, muzlatgich, qo'yinki bugun shahardagi narsaning hammasini biz tumanimizdagi oddiy bitta atardan topsak bo'ladi. Bu masalalar hammasi tinchlikning orqasida, mana bu tinchligimizni saqlab turgan davlatimizning orqasida deb bilaman. Allohim yurtimizni hamisha mana shunday dasturxon ustida to'kin, omonlik ustida, tinchlik ustida ko'rishni men har doim Allohdan so'rab qolaman. Mana eshitib turmiz, har dunyodagi barcha ahvollar, barcha xalqlarning mana shunday abirjuv holatlari bizlarga bir katta saboq bo'lish kerak. Bugun prezidentimiz siyosatini, hokimimiz siyosatini, mana bugungi barcha tadbir o'tkazib turgan insonlarning siyosatini bir o'zimizgina eshitib qolmay, qolgan xalqqa ham keng joydirishimiz kerak. Albatta, tarbiyalab turgan farzandlarimiz bor, ishlatib turgan yosh mutaxassislarimiz bor. Bu kunning har bir kunini biz bir umr yodda saqlasak arziydigan kun, arziydigan soat. Shu uchun katta rahmat. Mana konimiq tariqida birinchi bor bir piyola choy ustida qariyalar bilan gaplashish mana taqdirga muyassar bo'lib turmiz. Katta rahmat buni tashkil qilib bergan prezidentimizdan boshlab viloyat, tuman rahbarlariga. Omon bo'lingiz, sog' bo'lingiz, hamisha yaxshi kunlarda ko'p bo'lsin. Rahmat sizlarga. Qo'shiq eshitadigan paytga ham yetib keldik azizlar. Marhamat, hozir sahnaga ko'plab ko'rik tanlovlar g'olibi, qolaversa yagona san muqaddas vatan respublika ko'rik tanlovining faxrli o'rin sohibi sanalgan Alijon Mamatqodirovni sahnaga taklif etamiz. Silip seni uydan şahtım dağlara, Esye keldim teniz boyunca Gün bassa da tölbey uşar şağalar, Yer körün distanslarda karasam, şağalar, Yer körün biz alıslarga karasam. Aydınlar, aydınlar, şalkar aydınlar, Bizim seviyyada salim aydınlar. Dolkunlar yerimde alıp kaytınlar, Yer körün biz alıslarga karasam. Dolkunlar yerimde alıp kaytınlar, Yer körün biz alıslarga karasam. Kıragan
aydınlarga sen ketken Yollarında sevir yarım tört kütken Belkim sen de beni eski ağlarsan Yollarında sevir yarım tört kütken Belkim sen de beni eski ağlarsan Aydınlar, aydınlar, çalkar aydınlar Özüm sevir yağlasalım aydınlar Olkunlar yerimde alıp kaytınlar Yer körüm biz alıslarga karasan Tolkunlar yerimde alıp kaytınlar Yer körüm biz alıslarga karasan Yer körüm biz alıslarga Otalar choyxonasi ko'rsatuvi davom etadi azizlar. Hozir tabrik uchun so'z O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor Qodir Jo'raqulovga. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun Konimex tumanimizda juda bir chiroyli tadbir o'tiryapti. Bunaqa tadbirlar ko'p o'tgan, lekin otalar choyxonasi degan tadbir umuman bo'lmagan. Nihoyatda xursand bo'lib o'tiribman shu Konimexda bizlar mana shu o'zbeklar, qozoqlar, qoraqalpoqlar, tojiklar, tatarlar, ruslar birga yashaymiz. Bu shu insonlarni ko'rib yoshliklarim yodimga tushib ketdi. Bizga Konimexer deyiladi aslida. Shuncha xalqimiz bir-birimiz bilan nihoyatda ittifoqli, xudo anda qolaversa qiz berib qiz olgan xalqlar bizlar. Men shu tumanda tug'ilib o'sdim, bilasizlar. 10 yil qozoq maktabida qozoq tilida o'qiganman. Qaysi bir millatni ashulasini aytsang, o'sha millatni buzmasdan ashulasini aytsang, o'sha millatga nisbatan hurmat bo'ladi bu. Mana shu 10 yil qozoq maktabida o'qib, birinchi qulog'imga qozoq, qoraqalpoq qo'shiqlari kelgan. U paytlarda televideniya bo'lmagan, narsa bo'lmagan. Ana shu uchun shukr qilamanki, mana shu tumanga tug'ilganimga. Endi mana azizlar, bir paytlarda biza o'sha cho'llarga konsertlarga borardim men. Bu ancha yillar avval 8-sinfimdan shu cho'llarga borganman. Qozoq ashlasini boshlab, shunda men juda yaxshi ko'rardi o'sha cho'ponlar, qozoqlar, qoraqalpoqlar. Shuning uchun yuragimni yarimi qozoq, yarimi o'zbek, yarimi qoraqalpoq bo'lib, mana shunday shu ulug' bir davolanib olgan san'atkorlardanman. 1980-yillarda O'zbekiston televideniyasining eshigini ochib borganman Navoiydan. Chunki u paytda juda qiyin edi. Shu konsertlarga borsak ham palatorka moshin bo'lardi, palatorka. Ustiga biza o'rtaga laganchaga olovni qo'yib, kigiz bilan yopinib borardik. Ana endi bu muhtaram prezidentimizni siyosatlarini qarang. Qaysi san'atkorga qaysi bir qayerda bir yaxshi madaniyat bo'lsa shunga e'tibor berilyapti. Moshinlar deysizmi, boshqa holatlar deysizmi, klublar deysizmi? Xususan bizda Konimeximizda chiroyli bir madaniyat saroyini qurib berdilar. Bu uchun prezidentga rahmat. Hazrati Mashrabning bir so'zlari bor. Haqda Alloh senga ham bir saqlagani bordir. Shu prezidentimizni bizga Alloh taolo saqlab qo'ygan ekan. Bu insonni hech narsa nazardan chetda qolmaydi. Sen san'atkormisan? Bash ashulachamisan, yo shaxmatmi, yo dehqonmisan, hamma narsaga e'tibor qiladilar. Azizlarim, shunday zamonga tug'ilganimizga biz shukr qilishimiz kerak. Ana endi
Otalar choyxonasi degan gapni o'zi bir chiroyli. Sizlarni ko'rib nihoyatda xursand bo'lyapman, azizlarim. Bu dunyoga, bu zamonga shukr qilishimiz kerak. Mana hozir cho'llarga borsak, bir paytlar mashinalarimiz botib qolardi, avariyalar bo'lardi. Shu mashinalar qumlarda botib qolib, sovuqlarda, qishlarda, jazirama issiqlarda biza qolib ketgan vaqtlarimiz bo'lgan. Bu rost. Endi qarang, asfaltlar bo'lgan. Asfaltlar bo'lgan, borasiz, maza qilasiz, xalqni ko'rasiz, xalqning kayfiyati yaxshi. Vodoprovodlar qurilgan, suv inshootlari hammasi yaxshi. Gaz ham yetkazilgan hammasiga, umuman kamchilik yo'q hozir azizlar. Faqat endi mehnat qilish kerak. Ayrim yoshlarimiz sal shunga e'tibor qilish kerak. Madaniyati rivojlangan voha yaxshi bo'ladi azizlar. Madaniyati rivojlangan voha. O'sha madaniyatga e'tibor qilish kerak. Yoshlarimiz hozir qulog'iga bir bolani qo'yib oladi, Habash ashulalarini eshitadi, Habashlarni, u chet ashulasini eshitadi. Bizning klassik qo'shiqlarimizga bu yuragingiz shunday huzurlanadi. Bunda mehr bor, bu ashulalarda bir zavq bor, vatanga nisbatan, xalqqa nisbatan mehr bo'ladi bu qo'shiqlarni eshitsangiz. Yoshligimizda ashula aytgan paytimizda o'sha suvoralar, yakparda suvoralar, sigohlar, yo boshqa qo'shiqlar aytsak, oqsoqollarda ko'zdan yoshi oqib, soqollardan oqib turardi. Ko'rdingizmi? Ana endi mana shunaqa san'at hozir sal e'tibor qilmayapti yoshlarimiz. Shunga e'tibor qilish kerak, azizlarim. Chunki shu sohada men qarib 50 yil ishladim. 50 yildan ziyod bo'ldi mana shu san'at sohasida ishlaganimizda. Hamma ashulalarimiz insofdan, Qur'oni Sharifda yozilgan qo'shiqlar bor. Mashrab, Hazrati Mashrabning so'zlari, Maxtumqulning so'zlari. Har nadan kechsang ham vatandan kechma. Bevatan insonga mazor omonat deb turibdi. Buni qarang nima deyapti vatanimizga. Shuning uchun azizlar vatanga shukrona qilishimiz kerak. Xalqimiz omon bo'lsin. San'atkorga nima kerak? San'atkorga tinchlik kerak, osoyishtalik kerak. Yurt obod bo'lsa, biz ashula aytamiz. Prezidentimiz omon bo'lsinlar, hokimlarimiz omon bo'lsinlar. Viloyat hokimi yaqinda keldilar. Nihoyatda xursand bo'ldim. Yana ancha obod ishlar bo'ldi. Konimexda mana Konime hokimi ham chiroyli ishlarni olib boryaptilar. Biz bir maqtanamiz, biz san'atkorlar maqtanamiz. Nimaga? Shu yurtimiz obod bo'lish kerak-da. Meni so'rab ko'p joylardan Buxorodan, Olot Qorako'ldan yo boshqa joylardan bir joylardan keladilar. Shu yurtim obod bo'lsa, men xursand bo'laman. Shu obod Konimexni ko'rib xursand bo'ldilar. Avval bir choy ichadigan joyimiz ham yo'q edi. Besh barmoqda ismi, boshqa ismi, tuya suti ismi hammasi bor hozir bizda. Sog' bo'linglar, azizlar, omon bo'linglar. Xonadonlaringiz to'ylar bo'lsin, yurtboshlarimiz omon bo'lsinlar, hokimlarimiz omon bo'lsin. Biz san'atkorlarimizni qo'limizdan torimiz tushmasin. Rahmat e'tibor uchun. Ana endi azizlar, sizlarning kayfiyatingizga kayfiyat qo'shish maqsadida qo'shiqqa navbatni beramiz. E'tiboringiz markazida Bobur Mirzo Qodirov kuylaydi. Marhamat. Alma bilen narım gelsin. Gelsin gelsin yarım gelsin. Alma bilen narım gelsin. Gelsin gelsin yarım gelsin. Alma bilen narım gelsin.
Ahızara ah bilen armanım gelsin. Gelsin gelsin yarım gelsin, alma bilen onarım gelsin. Gelsin gelsin yarım gelsin, alma bilen onarım gelsin. Alma bilen onarım gelsin. Birbirinden aranacan, çar zulmünden o çolagacan. Soğanını gel zehir içen, şol derdi dermanım gelsin. Gelsin gelsin yarım gelsin, alma bilen onarım gelsin. Gelsin gelsin yarım gelsin, alma bilen onarım gelsin. Alma bilen onarım gelsin. Aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Hozir ko'plab shogirdlarni tarbiyalagan, ko'plab yoshlarga ta'lim bergan, ko'p yillik mehnat faxriysi bo'lgan ustozimiz Abdualim og'a Toyirovga navbatni beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli tumanimizning eng faol keksalari va nuroniy otaxonlari. Mana bugungi davramizga xush kelibsizlar. Men ko'p yillar ta'lim sohasida ishladim. Ko'plagan shogirdlarim tarbiyalab eshittirdim. Ular mening boyagi respublika viloyat olimpiadalarida qatnashib, bizning tumanimiz sharafini yuqori ko'klarga ko'tardilar. Men shu tufayli O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi degan loyihaga ham nomzod bo'ldim. Xudoga shukr, mehnatlarimiz hammasi e'tiborga olinayotgan ekan. Shu bilan birgalikda mahalla tizimida 40 yildan ortiq ishladik. Mahallalarni tashkil qilishda bosh qosh bo'lib shular nomlarini qo'ydik. Mahallalarni joylashtirish, dislokatsiya qilish, ularni faoliyatini olib borishda ozgina bo'lsam o'zimizni hissamiz qo'shganimizdan bexayatda xursandman. Mana bizning bolalarimiz, mana bizning Navro'z mahallasida ikkita maktab tashkil bo'lgan bo'lsa, ikkala maktab ham har doim barcha viloyat, tuman, respublika bosqichlarida olimpiadalarda faol qatnashib kelyapti. O'qituvchilarimizning qarib 70% hammasi unvonlarga ega. Mana 7-sonli maktab, Ulug'bek nomli maktabga borsangiz, hammasining unvonlari bor. Yana Qoraqalpoq maktabi faoliyat yurityapti. Qoraqalpoq maktabida ham sharoitlar ajoyib tarzda tashkillangan. Albatta, biz endi yoshlarni tarbiyalashda oqsoqollarning katta o'rinlaringiz bor. Bolalarga ko'proq aytish kerak, kitob o'qisin. Kitob o'qigan odam butun olamni egallaydi, bilim bor odam olamni egallaydi. Ta'lim olish uchun, bilim olish uchun harakat qilish kerak. Kasb hunarga ega bo'lish kerak. Uning uchun biz oqsoqol, otaxon, onaxonlar ularga to'g'ri yo'l berishimiz, ko'rsatishimiz kerak deb o'ylayman. Xudo xolasa nasib bo'lsa, respublikamizda bo'layotgan barcha olimpiadalarda o'quvchilarimiz, yoshlarimiz faol qatnashib, eng g'olib o'rinlarda olib keladi degan niyatga orzu qilib qolamiz. Respublikamiz nuroniy jamg'armalariga biz chin qalbimizdan nuroniylar nomidan rahmat aytamiz. Mana bu 5-6 yil oldin qanaqa sharoit? Mana hozir Istirohat bog'iga kirsangiz, nuroniylar bog'i, katta saroyi quchoq ochib bizni kutib oladi. U yerda hamma sharoitlar yaratilgan. Barcha tumanlarda, respublikamizning har bir qishlog'ida nuroniylar maskanlari qurib berilgani prezidentimizning biz nuroniylarga bo'lgan katta e'tibori. Bo'sh vaqtlarini ular kelib shu yerda kitob o'qishadi, shaxmat shashka o'ynashadi, suhbatlar o'tkazishadi, davralar qilib o'tishadi. Biz pastda har doim shu yerda faol qatnashamiz. Shuning uchun yurtimizda olib borayotgan siyosatni hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib qo'llab-quvvatlab yoshlarga ta'lim berishda hammamiz faol bo'lishimiz kerak. Hammalaringizga katta sihat salomatlik tilayman. Endigi uchrashuvlar ko'proq bo'lib o'tish nasib etsin. Yurtimizga ko'z siymas. Katta rahmat.
taqdirlash marosimiga o'tamiz. Hozir taqdirlanadigan aziz insonlarimiz ko'p yillik mehnat tajribasiga ega bo'lgan viloyatimizga, respublikamizga, qolaversa tumanimizga munosib mehnati bilan tanilgan eng qadrli aziz insonlarimizni taqdirlaymiz. Keling azizlar, hozir sahnaga Navoiy viloyati nuroniylar jamg'armasi raisi Shabbon Nabiyevda, qolaversa eng aziz mehmonlarimizni taklif etamiz. Mana bugun Konimexni haqiqiy Konimex qilgan, butun umrini, hayotini shu yurtni, Konimexni taraqqiyotda hissa qo'shgan bir qator insonlar davraga o'tiribsizlar. Mana sizlar har bittalaringiz nihoyatda ko'p ishlarni amalga oshirgan insonlar. Bugun qarilik gashini suzyapsizlar. Bugun mana bir piyola choy ustida ko'pchilik bilan o'tirib, shu diydorlashdingizlar. Men aytaman, o'ylayman, suhbatlashdik. Bu mana hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilangan biz keksa avlod vakillariga berilgan e'tibor. Shuning uchun yana bir karra sog' salomat bo'linglar. Respublika boshqaruv raisimiz tomonidan tashakkurnomalar bor. Shularni topshirishga ruxsat berasizlar. O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi keksa avlod vakillarining davlat va jamiyat hayotidagi ijtimoiy faolligini oshirish, mahallalarda tinchlik, osoyishtalikni ta'minlash, oilalarda ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yo'lidagi faolligi uchun Egamqulov Mustafoga tashakkurnoma bildiriladi. Nuroniy jamg'armasi boshqaruv raisi, senator, O'zbekiston qahramoni Sodajon Turdiyev. O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yo'lidagi faolligi uchun Qarabayev J.Murod tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Nizamov Sherniyoz, Tilyobayev Serak tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan mukofotlanadi. Shambetov Davren otamizni tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan mukofotlaymiz. Abdalim Tayirovni tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan mukofotlaymiz. Qodirov Ishoq otamizni tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan mukofotlaymiz. Jo'raqulov Qodir ustozimizni tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlaymiz. Nuroniy jamg'armasi boshqaruv raisi senator O'zbekiston qahramoni Solijon Turdiyevning tashakkurnomasi, qolaversa esdalik sovg'alar bilan Bahramov Muzaffar taqdirlanadilar. Kolumda sazı, her nanesinde nazı. Dilber kolumda sazı, her nanesinde nazı. Nazıra iş lazı, gözü kumar köyler, çırpıp tutar köyler. Nazıra iş lazı, gözü kumar köyler, çırpıp tutar köyler. Aha ah hey, aha hey, ah 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 hey, gözü kumar köyler, çırpıp tutar köyler. Canı devir tegen sizni iş, ne köylere sevmez yiğit kızını iş. Canı devir tegen sizni iş,
yiğit kızını iş. Hiçbir aşık sevgisiga o'xshamas, saodatli sadoqatli bizni ish. Hiçbir aşık sevgisiga o'xshamas, saodatli sadoqatli bizni ish. O'ynab kulib muhabbatning o'tida İçimiz yanganimiz boshqacha. O'ynashib lablarimiz bolidan xumor qonganimiz boshqacha. Xorazmda xiva bor, ichan qalasi rangdor. Xorazmda xiva bor, ichan qalasi rangdor. Shu qadimiy xivada topib oldim bir dildor. Eshigimdan uchitdim, erta peshin kech o'tdim. Ishqi tushib yuragimga buldullayhon eshitdim. Aman 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 ey, qanday baxtli zamon ey. Aman 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 ey, qanday baxtli. Aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimizda davom etamiz. Bugun ko'rsatuvimizning eng yorqin jarayonlari sizlarga taqdim etilmoqda. Keling, qadrdonlar, ko'plab otaxonlarimizning iltimosiga binoan yaxshi bir she'r eshitsak, nima deysiz? Qurilish sohasida ko'p yillik mehnatini albatta xalqimizga singdirgan inson Qoralboy ota Berdiyevga navbatni beramiz. Assalomu alaykum. Navoiy viloyati Kanivik tumani nuroniylari. Bugun Kanivik tumanida o'ta quvonchli bayram. Men shunday xursandmanki, bu millatimizda bir aytadigan gap bor, otang o'lsa ham otang ko'zing ko'rganlar o'lmasin degan. Men shunday xursand bo'lib o'tiribman. Bugun mening otam bilan ishlashgan faxriylar kelib o'tiribdi. Mana Egamqulov Mustafa aytib ketdi, Sharvager. Men Sharvaning cho'poning bolasiman. Sharvada. Mana Egamqulov Mustafa, mana Janxo'jayev, mana Istam Sadlaka birga ishlashgan. Shu kishilar bilan birga bugun faxriylar yasarda kelib o'tirganimiz juda xursandman. Shu bilan birga bizning Kanivik tumani ko'p millatli. Shuning ichida o'zbek, qoraqalpoq, qozoq, biz xudo ondamiz. Dasturimiz bir, tilimiz bir. Men o'zi cho'poni bolasi bo'lsam ham qozoq, o'zbek tilida she'r yozaman. Biroq men jurnalistman, o'qimaganman, men qurilishchiman. Shunda bo'lsa ham bu Allohning bergan sizlarga aytib keladi, men yozaman, biz bajaruvchi. Shu muzamat bilan men qozoq tilida yozgan she'rim bor. Shuni o'qib berishga, tabriklashga ruxsat bersangizlar. Qutlu bo'lsin qariyalar kuningiz, jas urfaqqa aqlchi bo'lib yuriniz. O'zbek, qozoq, qoraqalpoq bavurimiz, осы сөзді есте сақтай біліңіз. Кенемігім өркен деген күннен күн, татулықтан табалмайды ешкімін. Нұраниға басшы болған yoldaşып, жан күйдіре халық үшін мұндай кім. Елім тыныш, аспан ашық қуанышты әрбір күн. Шетелдерде болып жатқан көп қырғын. Ел басшыға шексіз алғыс айтамыз, басшыларға рахметім мыңнан мың. Қариялар құтты болсын күніңіз, әрбіріңіз жүзге жетіп жүріңіз. Аяулы ана ардақтарда бәріңіз, елім тыныш, бақыттымыз біліңіз. Keksalari e'zozlangan yurt, otalar joyxonasi ko'rsatuvini olishda yaqindan yordam bergan Navoiy viloyati hokimligi, qolaversa Konimix tumani hokimligi, Navoiy viloyati nuroniylar jamg'armasi hamda Konimix tumanidagi muhtasham Sharofota to'ylar maskaniga hamda eng aziz mehmonlarimizga kattakon rahmat aytamiz. Otalar choyxonasi ko'rsatuvi o'z poyoniga yetdi. Sizlarga mustahkam salomatlik, qolaversa qadringiz, qaddingiz baland bo'lishligini tilakdoshimiz. Hamisha salomat bo'ling.
Hadan cefa kılırsan Dertke muhtar kılırsan Tatlımı kılıp gözünü cellat Tatlımı kılıp gözünü cellat Kastımı kaşını kılırsan Kastımı kaşını kılırsan Ayağıma